Klapan legirovkaga olib kelishgan. Aytganimizdek sovigan holatda aytib o'tamiz. Sovigan holatda o'lchaymiz. O'lchaganimizda bizga mana shu birinchi silindrda, birinchi, ikkinchi klapanlar, to'rtinchi silindrda, qolgan silindrlarda kichkina klapanlar chiqaruvchilarda razmer bersagina klapan legirovka qilamiz deb ko'p bora aytamiz. Buni birinchi silindrda birinchi klapan tez cho'kadi. Mana bunga solganmiz, o'tmadi. Bunga solamiz, mana o'tdi. Bunga solamiz. Endi bular rosman ochilib yo'q. Mana bunisi torroqga, lekin bunisi yaxshi mana o'tib berdi. Bularda ham o'tyapti. Lekin klapan yopiq holatda. Kiruvchilar ham o'tyapti. Tak o'tyapti. Bular yopiq holatda. Kirk orqali talqatni stakanchik ustidan bosamizda va joyiga solamiz shu yerda. Ko'rasizlarmi? O'sha razmer yo'qligi uchun bu kichkinagina 0.4 mm shupimiz o'tmayapti. Bosib turib chiqarib olamiz. O'tadi. Endi buni gallovkasini ko'tarib, shu qator klapan gallovka remont qilib, xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Kuzatishga davom etinglar.